Assalamu alaykum tordaşlar. Uyghur erki qirg'inchilik uchrayotidi. Erki qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqidi. Bu qo'shnimizning da'vosi emas, o'zimizning qarindoshlariningki da'vosi, o'zimizning kindiq qini to'kilgan shu tuproqning da'vosi. Xoinlar, munofiqlar har xil temalarni aytayotidi. Siz ashuningdan o'zingizga xos yaxshi yerlardan ibrat olib, aqilib shaklini tashlayotishimiz kerak. Kayni chiqayotgan har xil sirliq o'yinlar agarda shuni boshqa bir odam qilgan bo'lsa, aqlanib chiqa olamdi. Siz o'ylab beqing, har xil narsalar. Vatandan 2019, 2020 vatandan odamlar chiqa olamdi. Savol qo'yib beqing. Sirliq narsalarga savol qo'yib baqsiz javob chiqadi. Ba'zi narsalarga ayrim xonamda yezib ketibsizlar, bundaqmi, andaqmi deb kallangizni shiltib beqing deb yezib qo'ydim. Anadaki mening og'zimdan chiqqanini u yoq bu yoqlarga olib borsiz bilyaptimi? Lekin men har qanday narsani to'g'ri ochiq so'zlab kelyapman. Yaxshi apandimlarning, xonimlarning yozgan narsalarni chiqarib qo'yyapman. Agarda kallangiz bo'lsa, shuni taklif qilib baqsangiz bo'ldi. Uyghur erki qirg'inchilik uchrayotidi. 71 yilning yoki nima da'vosi qildinglar deganni so'rab beqing. Ham bu da'vo o'zingizning da'vosi, tashkilotning, yana bir ma'lum birorlarning da'vosi emas. Agar bu da'vo meningki, zimin mening o'g'anligim uchun da'vo meningki desangiz, o'rningizdan turing. Uyghur erki qirg'inchilik uchrayotidi. Uyghur zimin da'vosi qilish kerak. Rahmat sizlarga.